Hoji aka, yemini yeb turgan joydan olmoqchimisiz? Qo'chqorlar hop shu zo'rdan yetib kelgan mana. Toza Hisori mana. Hop, Hisori kashtan sarig'i ham 2 dona bor ekan. Ya Abdulaziz. 3 dona sarig'i bor ekan mana. Qollar qora kashtan variantidan. Yemini yeb turgan joyida mana obunachilar. Yetib keldi mana yangi partiyada. Bo'ylari 80 plus minus, ha? 80 plusga olishadi. 80 plus. Minus yo'q xudo xolasa. Qo'ylarni ko'ringlar, lekin yaxshi qo'ylar ama. Tavsiya qilamiz. Urug' boblari ham bor aka, xudo xolasa. Kella boshlariga bu qator e'tibor beringlar. Oldi ishga oldi. Oldi ishga chiqargan. Oldi ikkichga chiqargan joyda mana obunachilar. Qancha yem bersalar, xudo xolasa Qur'onlikqa yemni ham masalan, yemni ko'taradi. Qur'onlikqa ham aytaveradi. Kim olib boqmoqchi bo'lsa, xudo xolasa, chiroyli, yaxshi arzon senada qilib beraman deyaptilar ukamiz, xudo xolasa. Arzon qo'yib berasiz aka. Arzonimizda kelaverasizlar. Mana, buni qo'ydi ko'ring. Qulog'i bitta, kela tomoni. Oldi Chinachin ekan. Qo'yvermay turib mana shu qo'ydi. Uzunligi ham uzun qo'y ekan. Dumbalari ham eng asosiysi tikka dumbali, osilgan, malis sifat qo'y yo'q. Hammasi akamizda, bu G'aybul akamiz shogirdlari, G'aybul akamiz o'zlari safarda ekanlar. Shunaqa 85 plus chiqaradi. 85 plus. Vali osilgan sorti past qo'y bo'lmaydi bularda. O'zini qarang buni. Shisha ko'z, 4 ko'z deydi-yu. Tolasa yaxshi qo'y ekan. Uzunligi yoqdi menga mana shu qo'ydi. Oyoqlariga e'tibor beringlar, qo'ylarni hammasi yirik. Eng asosiysi akalar buni narxida gap. Narxi necha puldan? Narxi 5 million 400 mingdan. 5 million 400 mingdan. Sonini aytmadi. Soni nechta? 21 dona. Soni 21 bosh. Bitta obunachimiz. Ana Sarat uchun juda yoqib qoldi ana shaqlar. Uzunligi kuchli qo'y ekan mana shuni. Mana obunachilar ko'ringlar. Uzunligi o'ta yoqdi menga mana. Qo'ydi ko'ringlar. Tikka dumba. Yemini yeb turganda bitta qo'liga qo'yib ko'ring o'zingizdan. Badani semiz. Oyoqlarini ham ko'ring. Endi chiqarishga ketdi. Orasini ochibdi. Oldi to'shlarni ko'ringlar. Obunachilar keng. Dolasi qancha bersalar yemni ko'taraveradi. Endi hammasini 21 tani bir yerga olamiz desa, nech puldan berasiz uka? 5 million 300 mingdan beradi. 5 million 300 ming so'mdan. Yana o'tib ber desa-chi? Yana o'tib ber desa, o'tib beraman. Nech pul o'tib berasiz? 5 million 200 mingdan beraman. 5 milliondan 21 tasini oldim desa, ketaverdim. Sizniki emas, meniki emas. 5 million 100 mingdan Samarqandgacha dastavkasi. Dastavkasi bor. Telefon qilsa yana o'tib berasizmi uka? Ozmoz bozori bor. Xayriga o'tib beramiz. Xayriga xudo xolasa bu taqalgan senasizmi? Xullas kelam. Bozori bor-a? Bozori bor, kelib. Bozori bor. Kelib akalar, tanlab olamiz desa nech puldan? 100 ming plus 100 ming minus bo'ladi. 100 ming plus minusi bor obunachilar. Tanlagan qo'ylarga qarab kelishtirib berishadi. Aloqaga chiqinglar, kimga shunday yaxshi qo'chqor kerak bo'lsa, tavsiya qilib qolamiz. Qo'ylar yaxshi bir so'z bilan aytganda, yemini yeb turgan joyidan, sog'lom yeb itishi sinovdan o'tgan aka. O'tgan bir hafta bor. Bir hafta sinovi bor. Olinglar, boqinglar, mana foydani qilinglar obunachilar. Mana obunachilar, ikkinchi partiyaga udolas narxi tushib boraveradi. Bular ham yemini yeb turgan yoshlar necha oylik? Yosh oylarga 10-11 oylik. 10-11 oylik yoshlari mana obunachilar. Soni nechta? Soni 14 dona. Soni 14 dona. Toza Hisoridan boqaman degan obunachilar bor mana. Tavsiya qilib qolamiz. Qo'ylar zo'r. Birat o'shanchi? Hisobga boqaman nurlang mana. Hisobga. Yuzitdan mana e'tibor beringlar obunachilar. Tozasidan. Tushunmabmi? Yo'q, hali qo'zi hali. Hali qo'zi ekan. Qo'yarmay turing. Orqalari ham mana tikka dumba obunachilar. Quyrug'i ochiq. Shpagetlari ham normal. Qo'yavering buni. Qo'ydi ko'ring obunachilar. Hop, bu yerda 5 dona sarig'i bor ekan-a? 5 dona sarig'i bor. Qog'ollari qora kashtan variantidan obunachilar. Mashhur ham bitta o'shang. Orqa razrezi ham o'ta chiroyli qo'y ekan. Mana obunachilar. Orqalarini ham ko'ringlar. Yo'g'onligi ancha yo'g'on ekan. Bu ham yeb turgan joydan ekan mana obunachilar. Yo'q, hali qo'zi ekan. Tish buzmagan. Oyoq sohalariga e'tibor bering. Bir so'z bilan aytganda, olinglar, yaxshi qo'y. Yem bersalarini ko'taraveradi obunachilar. Birata ehsonda o'tkazaman degan obunachilar bo'lsa, mana o'tkazaveradi. Orqadan o'tkazadi, o'ylanma. Soni nechta dedik? Soni 14 dona. Soni 14 dona. Endi buni narxi necha puldan endi uka? Narxi 5 milliondan bersa. 5 milliondan. 5 milliondan demang axir.
narx tushib boraveradi-ya bizda, partiya. 49 dan bersin mana. 100 ming o'tib berasizmi? Dadil o'tinchi va bizni yangi obunachisiz. Like bosib otingga rahmat deb turing. 4 million 700 mingdan 4 million 700 mingdan 4,5 milliondan deysiz-chi? 4,5 mingdan ozgina qiynalib. Mana keyin 46 dan ketdim bir joyga 14 tasini oldim deysiz. Samarqandgacha dastavkasi bormi? Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Olinglar, ana obunachilar. Yana savdosi bor. 4 million 600 ming so'mdan. Bo'ylar ne santimetr 14 tasini? 80 plus minusga beramiz. 80 plus minus obunachilar. Qo'ylar lekin yaxshi. Tepasiga kelamiz desalaring, lokatsiyalar hamma yo'q. Tashab beriladi obunachilar. Aloqaga chiqinglar. Yaxshi qo'ylar. Bundan keyinga qanaqalari bor? Shuni ukalari bor, qora varianti. Qora variantidan bor ekan obunachilar. Mana obunachilar, dalani qirg'og'ida o'tlab yuraveradi mana. Haydab qo'ysalar oldi ko'chaga o'zini o'zi to'ydiradigan variantidan. To'g'liq o'zini narxida qo'yib beraman deyaptilar ukamiz. Buni yoshlarga necha oylik? 9-10 oylikka olishadi yoshlarga. 9-10 oylik. Bo'ylari oldi 80, pasti 75 ga olishaveradi. 75-80 bo'ylari obunachilar, ko'ringlar o'zlaring bir qator e'tibor berib kuzatinglar obunachilar. Xudo xolasa oxirgi partidan o'ta arzon, daring narxda qo'yib beraman deyaptilar ukamiz. Oxirgacha kuzatgan, bittadan like bosgan obunachimizga o'ta arzon narxda, barra qo'zini narxida deyaptilar. Soni 6 dona ekan, bo'ylari 75-80 ga davr ekan. Yeb ichishi hech kunga garantiyasi bor. Bir haftaga garantiyasi. Bir haftaga garantiyasi bor obunachilar. Xudo qo'ylar sog'lom. O'zlarini ko'ryapsizlar mana. Yerda o'tlardan o'zi yevaryapti jonivorlar. Yemni bersalar ko'taradigan yaxshi senada qo'yib beradilar. Qo'ylar ham to'g'risi yemni ko'taradi aytganimizdek. Buni endi narxiga taqaladdan manasi. Narxi taqaladi. Nech puldan? 4 million 600 mingdan bersa. 4 million 600 ming. O, yo'q narxda aytmang uka. Barra qo'zini narxida qo'yib beramiz deb aytdik. 3,5 million, 4 million bo'lyapti. 4 million bo'lyapti. Oldi barra. 4 million bo'lyapti. Oldi barra 4 million bo'layotgan bo'lsa 4 million 500 mingdan olsin. 4 million 500 ming demang uka, chiraylar. Tushuning o'zingiz bilasiz. 4 million 400 mingdan vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bor baraka, otangizga rahmat. Va qo'llab-quvvatlanglar, yo'q savdogarlar. Xudo xolasa manzilimizni eslatib o'tamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Qatran qishlog'idan Abdulaziz ukamiz qo'y fermasida. Like bosib qo'yinglar. Obunachilar optim qo'ylarni olib kelishadi. Xudo xolasa arzon narxlarda qilib berishadi. Yil aka, yil 12 oy har doim yaxshi qo'chqorlar bo'ladi ukamizda. Telefon qilib aloqa chiqaringlar. Dastavkasi qayergacha ukam? Dastavkasini vodiy bo'ylab qilib beramiz. Dastavkasi vodiy bo'ylab. Bitta ikkita olamiz desa necha puldan razisa qiladi? Kelishilgan holatda. Tanlashadi, rasmini tashlashadi. Kelishilgan holatda. Plus minusi bor-a? Plus minusi bor. Dorasi mana kimga yoqqan bo'lsa aloqa chiqinglar obunachilar, lekin yaxshi. Yemini yeb turgan badani semiz qo'chqorlar keldi mana.